Assalomu alaykum hurmatli Mustang jamoasi kuzatib turgan obunachilarimiz. Navbatdagi granulyatorimiz soatiga 1 tonna atrofida chiqarilgani tayyor bo'ldi. Soatiga 1 tonnali 30 kilovatli granulyatorimiz. Yangi model. Bunaqangi model 220 da bo'lardi. Hozir endi 380 yig'ganmiz. 30 kilovat 3000 оборотlik roliga aylanadigan 6 mm razmerda chiqishi mana. Ob'yomni ko'rayotgan bo'lsangiz ham Xitoydan kam joyi yo'q. To'ldirib. Endi bunga shinaga padacha bo'lsa, odam uspet qilish qiyin bunga. Akalar o'ta ob'yom tez. Kimga shunaqa granulyatorlar kelsa, Qo'qon shahar 4-avtobazdan ishlamiz. Nomerlarimiz o'sha narxi 40 million so'm. Motorlar ham yangi qo'yilgan. O'chirib. Uspet qilsalar ham bo'ldi. Faqat endi bunga iloji bo'lsa bitta shunday padacha qo'yib, yemni prima o'ziga olib kirib ketadigan qilinmasa, odamni charchatib qo'yadi. Ob'yom juda katta. Ko'rgan bo'lsangiz, yemlarimiz ham o'ta chiroyli chiqdi. Siqqina, xudo xolasa, mana. Endi buni yoyib quritib qo'ymasa, qizib yem sifatini yo'qotadi. Shuning uchun yoyib quritib, sovutib keyin qoplashadi. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Bundan tashqari Xitoy granulyatorlaridan remontlarni qilib beramiz. Zavodga yangi Xitoy granulyator kelgan, ishlamagan. Zavodga brak, inshaalloh bunga o'zimizdan bitta matrisa yasab, o'zinikini ham remont qilib beramiz. Bundan tashqari akalar, universal drabikalar, ba'da mana 220 lik granulyatorlarimiz tayyor bo'lyapti. Zakazga qarab hammasini qilib beraveramiz. Mishalkalar, super drabilkalar, mishalkalarimiz 200 kilo sig'imligi, 500 kilo sig'imligi. E'tibor beradigan bo'lsalaring, bular ikki xil varianti bor. Mana bunaqangi dondan aylantiradigan va o'sha kepakka un qo'shib, o'san donli mahsulotda ishlatishga mana spiralli mishalkalarimiz ham bor. Bemalol aloqaga chiqib, o'zingizga kerak bo'lgan mahsulotlar zakaz qilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mustang jamoasini kuzatishda to'xtamanglar. Inshaalloh hammani mahsulotlarni chiroyli qilib beramiz. Sog' bo'linglar.